Bundan 8 yil oldin ular bitta sinfda o'qigandi va Sanyang Vanifangni juda ham yaxshi ko'rardi. Sanyang Vanifang kiradigan universitetga kirmoqchi edi. Lekin oxirida qo'yganda, qiz men boshqa universitetga kiryapman, boshqa odamga va'da berib qo'yganman deb Sanyang bilan xayrlashadi. Bugun biz sizlar bilan juda ham chiroyli melodrama ko'ramiz. 8 yildan keyin Sanyang va Vanifang bir-birini ko'rib qolishadi. O'shanda Sanyang qizni tanimayotgandek o'zini ko'rsatadi, lekin qiz unga qarab, hali ham o'sha Sanyangdir ichida. Qiz Vanifang arzonroq bo'lgani uchun boshqa odamlar bilan bo'lsa ham ijarada turardi. Kichkinagina balkonda turardi qiz. Va bir kuni uyiga qaytganida uni xonadosh erkaklari zo'rlamoqchi bo'ladi. Qiz qochib chiqqanida Sanyangni uchratadi. Sanyang esa qizni mashinasiga o'tirg'izib qutqaradi ulardan. Shunda ular maktab vaqtini eslab boshlaydi. Birinchi marta bola qizni ko'rganida bir ko'rishdanoq yoqtirib qo'ygandi. Va o'shanda bola qiz ko'ngliga joy topishni boshlaydi. Sanyang Vanifang bilan yaqinroq tanishish uchun maktabi yonida o'zini singlisini Vanifang yoniga boradi. Akam yo'qotib qo'ydim deb aytasan, o'shanda keyin biz ko'rishamiz deb. Ular ko'rishganda Vanifangni morojniga taklif qiladi. Shuna qilib ular tanishib boshlaydi. Bola doim qiz orqasidan yurardi, jismoniy tarbiya darslarida ham. Bir kuni esa Sanyang Vanifangni qayerda turishini bilib, har kuni ertalab avtobusga vaqtli chiqib, qizga joy olib qolardi. Vanifang esa avtobusga chiqqanidan keyin go'yoki hammasi to'satdan bo'layotgandek, u uchun olgan avtobusdagi joyga o'tirdirdi. Vanifang o'shanda balet bilan shug'ullanardi. Sanyang esa uni qanaqa raqs etishayotganini ko'rish juda ham yaxshi ko'rardi. Darsdan keyin esa ular labshaxonaga borib dars qilishardi. Bir kuni Sanyang Vanifangga darsdan chiqib, "Men bilan yursan bitta joyga boraman" deydi. Bir maktabni tomiga chiqadi. O'shanda Sanyang Vanifangga qarab, "Bu yerda maza qilib raqsga tushishing mumkin. Hech kim senga hech nima demaydi. Men esa har doim seni orqangdan qarab turaman" deydi. Vanifang esa buni ko'rib o'zini tutib olmadi, yig'lab yubordi. Sanyang Vanifangning tug'ilgan kunida esa uni baletda yaxshi ko'rishini bilib, juda ham chiroyli baletga raqs tushayotgan qizi suvenyerini beradi. Qiz esa bundan juda ham xursand bo'lardi va unga qarab, "Sanyang, sen tug'ilgan kuning qachon?" deganida, "Menga tug'ilgan kunim uncha qiziq emasdi. 2 daqiqadan keyin men 5-yanvarda tug'ilganman" deb qizga aytadi. Bir kuni Vanifangning o'qituvchisi, "Sani adang bolnitsada ekan, yomon ahvolda ekan" deydi. Va qiz tezda yugurib avtobusga minib adasi tarafga ketayotganda, buni eshitgan Sanyang ham uni orqasidan boradi va avtobusga minganida qiz unga qarab, "Sen bu yerda nima qilyapsan?" deganida, "O'zim" deydi va qizga ustidagi kostyumni yechib beradi. Qiz esa bolani kostyumini yuziga yopib, avtobusda yig'lardi, hech kim ko'rmasligi uchun. Sanyang va Vanifang bitta universitetga kirmoqchi edi, lekin bir kuni qizi otasi vafot etgandan keyin Vanifang to'satdan nimagadir va'dasi turolmadi va boshqa shaharga, boshqa universitetga kirib ketdi. Lekin Sanyangning umidi hali ham so'nmasdi. U qizi orqasidan boshqa shaharda bo'lsa ham doim kuzatib yurardi. Qizi tug'ilgan kunlarda qiz yaxshi ko'rgan qulupnayli tortni unga sovg'a qilardi, bekitib bo'lsa ham, hattoki uni bitiruv kechalariga bekitib bo'lsa ham bola borardi va qizni ko'rardi. Bu juda ham chiroyli sevgi tarixi, 32 seriyadan iborat. Afsuski o'zbekchasi yo'q. Men Telegram kanalimga hamma seriyasini joylayman.